Assalomu alaykum qadrli kanal kuzatuvchilari. Navbatdagi obyektni ham o'z egalariga topshirish jarayonidamiz. Bu zdaniyamiz eni 30 metr, uzunligi 120 metr. Bu zdaniyamizni noldan angar holatda olganmiz. Gladki listdan boshlab stoykalarimizni har 7 metrdan qo'yib, firmalarimiz har 2,5 metrga firma qo'yib, ustida reykalarni tunika uchun reykalarni 65 santimetrdan oralarni qo'yib berganmiz. Zdaniyamiz umumiy balandligi, stoykasini balandligi 10 metr. Plus firmalari qo'shilgan. Barcha materiallari, elektro balgarlar, yo'l kira, barcha rasxodlar o'zimizdan bo'lgan. Bu zdaniyamiz professionalni olib beradi, professionalni qotirib beramiz. Kraskasini olib bergan, kraskalar beramiz. Xolasi kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Konteyner material eng baquvvat joylaridan xudo xolasa barcha xizmatlaringizni bitirib beramiz. Qadrli kanal kuzatuvchilari, mana keyingi obyektimiz Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod shahrida. Zdaniyamiz ustalarimiz tunika qatirish jarayonida. Zdaniyamiz razmeri endi 26 metr, o'rtaga stoyka tushgan, uzuni 71,5 metr. Tunika qatirish jarayonlari mana bu professional stilimiz, bitta firmaga 35 ta list qo'yganmiz. Bu listimiz og'ir 1,5 tonnadan oshiqroq, ziyodroq tushyapti bitta firmamizga. Firmalarimizni razmeri 2 metrga qo'yganmiz, orasi 2 metrdan tushyapti. Reykalarimizni razmeri 65 santimetr oralig'ida qo'yganmiz. Mana bu devorlar ichida ham har 4 metrda stoykamiz bor. Mana bu stoykalarimiz 6,5 metr, 7 metrga qo'yilgan stoykalar. Zdaniyamizni balandligi 7,5 metr balandlikda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Tez va sifatli konteyner materialidan ishonchli qilib baquvvat holatda qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Qadrli kanal kuzatuvchilari. Qirg'iziston Jalolobod shahridagi bozor profilidan keyingi zdaniyamiz. Yigirma 50 metr. Zdaniyamiz ichi 20 metr. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Qadrli kuzatuvchilar, obunachilar. Firmamiz tunika qatirish jarayoni. Bitta firmamizga 35 ta tunika qo'yib qo'yganmiz. 1,5 tonnadan oshiqroq 1 tonna 600 yuklab qo'yganmiz mana bu firmamizga. Uzunligi 26 metr, eni uzunligi 70 metr. Sizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Tez va sifatli konteyner materialidan shunaqa katta angarlar yasab beramiz. Stoykalarimiz shillardan bo'lgan, mochniy, proshniy. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, mana zdaniyamiz tunika qatirish jarayonlari, bu yoqda reyka qatirish. Firmamizga mana 35 ta list qo'yganmiz. 35 ta 1,5 tonnadan ziyodroq yuk bo'ladi bitta firmaga.